Assalomu alaykum, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi reklamamiz do'stlar. Gentra avtomat qora svet 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 2023 texpasport ham kuzov ham 23, holati zo'r. Kraskasi родной, metani bor, 27000 km yurgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Prямо egadan mashin. Metan gaz toza qo'yilgan ekan. Mana prямо egasining nomeri 99 744 87 80. Nomerlar aloqaga chiqarasiz. Eldingi laboy qizadon. Chexol, polik, tayyor, hamma narsasi bor. Chexollardan qimmatindan qo'yilgan. Yana yurgan probegi bo'lsa 27418 km yurib turibdi. Holati zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Metan ham toza qo'yilgan. Metallar ham toza. Ko'rishingiz mumkin. 90 metan qo'yilgan. Holati zo'r, zapaskalar yerga tushmagan. Bu do'stlar prямо egadan kelishib olsangiz mumkin. Shu yerda ozgina petno joyi bor. Mana vakuumda chiqartirib berasizlar. Bilinmaydi lekin. Keyin shu yerda ozgina oldinda zavodskoy turibdi, kraska deymagan. U bilinmaydi lekin. 2023 narxi zo'r do'stlar, 165 million so'm bo'lsa beraman dedi. Pastda prямо egan nomerni qo'yaman. Sразу telefonlashib olsangiz bo'ladi do'stlar. Bu olib sotardan minutchigadan zo'r baho do'stlar. 2023 165 million so'm metani bor. Chexol puli ham mo'ji qo'yilgan. 27000 km yurgan. Holati zo'r. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, pastda nomer qoldiraman. Toza mashin, shuning uchun kapotini ochib ko'rsatib o'tiraman. Like bosamiz, videoga kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Prямо egan nomeri bemalol telefonlashib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad, hammaga shunday chiroyli mashinalarni olib haydash nasib qilsin do'stlar.